Quloq bitib qolish xavflimi? Bugun sizlar bilan quloq bitib qolishi to'g'risida gaplashamiz. Quloq bitib qolishi sabablari nima? Qachon quloq bitib qoladi? Quloq bitib qolishi sabablari bir necha xil. Oddiy misol uchun yuqoriga, ya'ni balandlikka ko'tarilganimizda yoki samolyotda uchamiz yoki baland tog'larga chiqamiz, quloqimiz bitib qoladi. Bu o'tkinchi holat, ya'ni pastga tushganimizdan keyin, odatdagi ish faoliyatimizga qaytganimizdan keyin sekin quloq 2-3 kun, 1-2 kunda, uzoq bilan 3 kunda ochilib ketadi. Xo'p, undan tashqari quloq bitishining xavfli sabablari ham bor va yengilroq, xavfsizroq sabablari ham bor. Ular qaysilar? Quloq bitishining oddiy xavfsiz sababi oddiy quloq kiri. Ya'ni biz e'tibor qilmaymiz, yillar davomida quloqimizda oltingir tiqini, probka, ya'ni quloq kiri, serli probka yig'ilib qoladi. Qachondir cho'milamiz, quloqimizda suv kiradi, ko'proq suv kirgani hisobiga quloq kiri suvga bo'kadi va shishib tashqi eshik yo'lini bekitadi va quloqimiz bitib qoladi. Lekin bu kir quloqqa og'riq ham berishi mumkin. Og'riq va quloqqa bitish hissiyoti bilan paydo bo'ladi. Bunaqa holatda albatta lor shifokoriga murojaat qiling. Lor shifokor tomonidan yuvib tashlanadi, yuvib tozalab tashlanadi yoki maxsus so'rg'ich atsos yordamida tortib olib quloqingizdagi kir tozalanadi. Shu bilan quloqdan bitish hissi agar aynan mana shu quloq kiri oltingir hisobiga bo'lsa, sizni tark etadi, ya'ni ahvolingiz yaxshilanadi quloq kir toza bo'lgandan keyin. Bundan tashqari xavfli bo'lgan quloq bitishlari bor. Bular qaysilar? Bularga aynan shamollashdan keyin kuzatiladigan o'rta quloqdagi va ichki quloqdagi o'zgarishlar kiradi. Bular qaysilar? Bular burun orqa tomoni bilan o'rta quloq bo'shlig'ini bog'lab turadigan eshituv nayi yoki bo'lmasa ikkinchi nayi Yevstaxiy kanali deyiladi. Mana shu shamollash natijasida kanal bekilib qoladi. Bekilib qolishi natijasida quloqimizning eshitish pasayib qoladi va o'rta quloq bo'shlig'ida bosim ko'payib va odatda o'rta quloq bo'shlig'ida suyuqlik ishlab chiqarib, u suyuqlik Yevstaxiy kanal orqali tomog'imizga oqib turadi. Buni miqdori juda ham kam bo'lgani uchun bizga bilinmaydi. Lekin agar mana shu Yevstaxiy kanali eshituv nayi bekilib qoladigan bo'lsa, o'sha suyuqlik o'rta quloq bo'shlig'imizda yig'ilib boshlaydi. Va bu lor shifokor tomonidan ko'rilganda nog'ora pardaning orqasida suyuqlik yig'ilishi ko'rinishida namoyon bo'ladi. Bunaqa holatda nima qilinadi? Avvalambor lor shifokorga murojaat qilasiz. Burunni ochuvchi spreylar va bir necha bitta yoki ikkita, ya'ni bir necha o'zining standart licheniyasi bor, dorilar tavsiya qilinadi. Va nafas mashqlari buyuriladi. Qanaqa mashqlar? Oddiy bu narsani uy sharoitida qilsangiz ham bo'ladi. Burun yopgan holatda, og'iz yopgan holatda qulog'imizga havo yuboramiz. Ya'ni mana shunaqa holatda havoni tashqariga chiqarishga harakat qilamiz. Havo burun bilan og'zimizda dimlangani hisobiga quloqimizga ketadi va bu quloqimizning ochilishiga yordam beradi. Agar bu usulimiz ham yordam bermasa, lor shifokoriga murojaat qilasiz va lor shifokor tomonidan maxsus nayimiz bor. Aynan o'sha Yevstaxiy nayiga tushadigan burun bo'shlig'i orqali burunni og'riqsizlantirib, burun bo'shlig'idan nayni burun ochiladigan teshigiga tushib, shu kateter orqali o'rta quloq bo'shlig'iga dori vositalarini yuboramiz. Va mana shu dori vositalarini yuborganimizdan keyin 2-3-4 martadan keyingi davodan keyin quloqni ochilib ketishi kuzatiladi. Ya'ni quloq bitishi shu bilan sizni bezovta qilmaydi. Undan tashqari quloq bitishiga olib keluvchi aynan ichki quloqdagi o'zgarishlar. Bu ko'pincha shamollash, ya'ni o'tkir virusli infeksiyalardan kuzatiladi. Mana shu aytib o'tgan Yevstaxiyimiz ham ichki quloqda o'zgarishlar, ya'ni bu o'tkir nevrit deyiladi. O'tkir nevrit ham mana shu o'tkir virusli infeksiyalardan keyin paydo bo'ladi. Va buni holatda eshitish quloqda eshitish pasayadi, ya'ni quloq bitib qoladi. Nevritning o'ziga xos tomoni quloqda bitish bilan birgalikda quloqda shovqin, har xil ovozlar eshitilishi mumkin va bosh aylanishi qo'shilishi mumkin. Aynan mana shunaqa holatlarda eshitish pasayib qolib, quloqda shovqin va bosh aylanishi kuzatiladigan bo'lsa, zudlik bilan lor shifokoriga murojaat qilish kerak va albatta kerakli tekshiruvlar, audiometriya, timpanometriya, burun atrofidagi bo'shliqlarni rentgen tekshiruv yordamida sizga kompleks tekshiruv o'tkazib, to'g'ri tashxis qo'yib, sizga kerakli davo choralarini tavsiya qilinadi va albatta bunaqa holatda o'z sog'lig'ingizga e'tiborli bo'ling. Agar nevrit boshlanganda bizda nevritning o'tkir davri 1 oy hisoblanadi. 1 oygacha zudlik bilan quloq bitib qolganda lor shifokoriga murojaat qilish kerak. Agar nevrit sizda aniqlanadigan bo'lsa, o'sha shamollashdan keyin zudlik bilan davo choralari ko'rilsa, bu 98%
foiz holatda eshitishingiz 100% tiklanadi. Agar e'tiborsizlik qilib muddat o'tib ketsa, bir oydan cho'zilib ketsa, eshitishingiz o'sha pasaygan holatda qolib ketish ehtimoli juda ham yuqori. O'shaning uchun quloq bitganda, undan tashqari bosh aylanishi, eshish pasayish holatlari kuzatilganda, albatta lor shifokoriga murojaat qiling va sog'lig'ingizga e'tiborsiz bo'lmang. Shu kabi muammolar bo'ladigan bo'lsa, murojaat qilishingiz mumkin. Malakali tibbiy yordam beramiz. Bundan ham foydali ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifamizga obuna bo'lib qo'ying.